Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana mashinamiz policha holi bitta. Nexia 2. Chexoli. Bir chekka ham tikib berdik. Scorpio. Eko ko'rsadim. Jumchi yitilib ketmaydi. Bu mashinamizda obje 1.750.000 so'm ketdi. Chexollar eko ko'jadan. Hozir endi egasi bilan borib mana bu dardi ustiga qoplanibdi. Buni ham ustini o'rab beraman. Bu o'zini sandiq pasta bo'lib ketgan ekan. Mana shu mashinamizda shipkalarni rol yopishtirib berdik. Ikki oldiga mana bu ustiga juda mana betlar oqarib yotadi. Barning ustiga qilib berdik. Undan yangi olib keldik. O'ziniki mana betlari mayda-mayda bo'yadi. O'tiragim shu. Orqasiga nima qilmadik, yopishtirmadik. Xipchasiga qilib berdik. Juda olov o'zaro ketgan ekan. Menga orqasi hojati faqat ikkala oldin o'zim degan ikkala oldin yopishtirib, orqa shunga qoldi, yog'ini xipchasiga berdik. Ham shu. Yangi deb. Adresimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Shunqor qishlog'ida. Mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Katta yo'lda bu edi.